Juma namozi uchun birinchi qadam bosib kirgan inson xonaqohga Allohning yo'lida go'yo tuya so'yib tarqatganning savobini olar ekan. Birinchi kirgan inson tuyani so'yib tarqatganning savobini olar ekan. Keyingilari mol so'yganning savobini olar ekan. Keyingilari qo'y so'yganning savobini olar ekan. Yana keyingilari sadaqa qilganning savobini olar ekan. Endi aynan jumani o'ziga yetib kelsa, jumani o'ziga yetib kelib, jumani o'zini ado qilib ketsa, jumani ado qilib ketdi deb. Jumani mo'ljallash, jumaga ilgariroq borish, jumani kutish, buni o'zi ibodat ekan. Allohim buni bizdan qabul qilgin. Xudoy taborak va taoloning rahmatidan, fazlidan umid kelgan, iloho kelgan barcha mo'minni, musulmonni Allohim ajringdan ber, karamingdan ber, fazlingdan ber, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatingga boshlagin. So'ngra Hazrat payg'ambarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin.